Biz tez-tez Farg'ona vodiysi, Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida bo'lamiz. Yaqinda Namanganda juda ajoyib forum bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich ishtirok etdi. U forumda so'zga chiqib, O'zbekistonda hal etilayotgan ijtimoiy masalalar, xususan mamlakatda kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlarga to'xtaldi. Forumda qatnashgan xalqaro institutlar ham O'zbekiston prezidentining siyosatini, hukumatning ijtimoiy muammolarini hal etish yo'lidagi harakatlarni juda yuqori baholadilar. Bundan tashqari Farg'ona vodiysi va Tojikiston mintaqalari o'rtasida juda yaxshi o'zaro aloqalar, do'stona munosabatlar shakllangan. Tadbirkor doiralar o'rtasida ko'plab memorandumlar va shartnomalar imzolandi. Bugungi kunda Namangan va Farg'ona viloyatlarining tadbirkorlari So'g'd viloyatida qo'shma korxonalar tashkil etishda va ular faoliyat yuritmoqda. Masalan, rishtonlik hunarmandlar Xo'jand shahrida o'z ustaxonalarini ochishgan. Bu ustaxonalar tojik va o'zbek xalqiga xos an'anaviy hunarmandchilik bilan yaqindan tanishish imkonini bermoqda. Shuningdek, boshqa hunarmandlar o'rtasida ham o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Shu jihatdan hunarmandlar o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlanmoqda. Turizm sohasida ham yutuqlar bor. Farg'onadan ko'plab sayyohlar Tojikistonning So'g'd viloyati va boshqa hududlarni ziyorat qilmoqda. Xuddi shuningdek, Tojikistondan ham ko'plab mehmonlar Farg'ona, Qo'qon, Namangan, Andijon va boshqa tumanlarga tashrif buyurishmoqda. Bu joylarda tojiklar, o'zbeklar va qirg'izlar yonma-yon totuv yashab kelishadi. Davlat rahbarlarimizning oqilona siyosati natijasida bugun mamlakatlarimiz o'rtasida haqiqiy birodarlik rishtalari mustahkamlanmoqda. Biz bu do'stlikni qadrlashimiz, uni yanada mustahkamlashimiz va tinchlikni bardavom qilishimiz uchun ko'proq mehnat qilishimiz zarur. 2018-yil mart oyida Shavkat Miromonovich Tojikistonga davlat tashrifi bilan kelganlardan so'ng bu masalalar ijobiy hal bo'ldi. O'sha muammolar aslida katta emas edi. Eng asosiysi bizning xalqlarimiz qadriyatlar, an'analar, hurmat va do'stlikni saqlab qolgan edi. Shu asosda biz bu munosabatlarni davom ettirdik. Shavkat Miromonovichning tashrifi tufayli chegara, suv, ekologiya va transport masalalariga oid barcha muammolar hal qilindi. Biz prezidentlarimizdan minnatdormiz. Ular xalqlarimiz o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yanada mustahkamlash imkonini yaratdilar.